Akalar UANAP gibrid chiqdi. Mana bemalol kelib Sergelida xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 26 ta aniq bo'ladi. Примерно narxi 260 million atrofida. Mana elektrasi turibdi. Mana oldiga qaranglar, farqni sezasizlar. Mana buni oldi ko'rinishi, mana radiatorda farq ko'rsangiz bo'ladi. Mashina 16 razmer diska. Hozir avval bilsalaringiz salonda tashqi kuzovi seriya bo'lsa, oq bo'lsa, yoki boshqa rang bo'lsa, salonni ichi oq bo'ladi. Hozir bularning ichi qora bo'lib kelyapti, standart. Скорость armon tarafga o'tgan. Быстрый беспроводной зарядка, multirul, salon podсветкалari bor, обогрев сидений, обогрев ruля bor. Mashinani BYD Sergeli avtosalondan xarid qilsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz o'zgarish mostidan tushgandan o'ng qo'lda joylashganmiz. Mashina bozor orqa tarafi. UANAP gibrid 1100 km masofani bosib o'tadi. 110 km tokda, LED faralar, atmosferniy 1.5 motor, 110 km tok, qolgani benzinda. Benzin rasxodi 308 litr benzin rasxod qiladi. 4 ta oynalari ham avtomat. Diskalari 16 razmer. Sergelida kelib to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Sergeliga to'lov qilsalaringiz bo'ladi bemalol. Biz hayit kunlari ham ishlaymiz, bayram kunlari ham ishlaymiz. Mana elektromotor, benzin motor, atmosferniy. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqsa olasizlar. Qora rangi bor, oq rangi bor, seri rangi bor, ko'k rangi bor mashinani.